告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐，前方被乌云笼罩了，心中的拉扯困守在敌后，隐隐约约的沉默透露一丝丝苦涩，愿你不再被伤透，别再贪着泪入睡，去去想象的世界，答案不一定绝对，伤口因为爱传裂，让我们痛不尽解。求生的力量来自真我，战胜可敬的对手。坚持信念是我的所有，抵达心中的辽阔。该总结的，有遗憾的，该总结的，放不下的，该总结的，绳索的光芒。祖神秘境看似瑰丽，实则是最危险的秘境之一。我已找到十分适合的特殊生命，作为第三分身。空间之心为我所有，休想觊觎！这个衣服至少是宇宙尊者级别的实力。何会死？在半径10000公里的领域内，我能够瞬间化身为上万公里的空间，随后便可出现在该领域内的任何位置。胆敢杀我此尊者，杀无数！207 çıksın. Riya Venir abla, sizni teleportatsiyangiz bilan sog'omon yetib keldik. Qo'ysangizchi, meni hijolat qilyapsiz. Hammasi baribir Feji qiroliga bog'liq. Tosh oroli xavfsiz, lekin bu yerda xazinalar yo'q. Men biroz dam olib 9 zulmat dengiziga boraman. 9 zulmat dengizi? Bu yerlardagi eng xavfli joy-ku. Dengizda vaqt va makon bilan paydo bo'ladigan girdoblar undan ham xavfli. Bir marta ichiga tushib qolsa, hatto koinot hukmdorlari ham omon qolish qiyin. Hozirgacha u girdoblar ichida nima borligini hech kim ko'rmagan. Borish-bormaslik seni tanloving. U trillionlab bo'lmaslar ichida kuchli o'ntalikka kiradigan merosxo'r. Buning ustiga unda koinotdagi noyob qobiliyatlardan biri koinot kuzgusi bor. Uni olish menga foydali bo'lardi. Yaxshi, yana biroz sabr qilaman. Agar Feji qiroli borsa, men ham albatta boraman. Men avvalo atrofni tekshirib ko'rishim kerak. Unda qanot xazinasi bor deb eshitgandim. Sen orolda harakat qilib bo'lmasdi, lekin bu yer juda ajoyib. Fejing qiroli menga Nima? Jur'ating yetmayaptimi? Bizning ittifoqimiz insonlardan qo'rqmaydi. Sen aralashmasang ham bo'ladi, Ziya. Bu loyiha balchiqqa oyoq bosishing shart emas. Daryo qilich qiroli bilib bo'lmasin, biron ish qila ko'rma. Bo'lmasa bir-birimizga dushman bo'lib qolamiz. xotirjam bo'ling, men aralashmayman. Menda yana bir oy vaqt bor.
Yaxshi emas, fazo qulflanib qoldi. Fijin qiroli. U ham koinotning maxsus tirik mavjudoti. Uning kuchi koinot hukmdori bilan deyarli teng. Daryo qilich qiroli, qochib qutula olmaysan. Bundan qocha olmayapman. Bu qirol tug'ilganidan beri juda ham tez. Buni ustiga sandan ancha kuchli. Unga past baho beribman. Xavf oltin qanotlari ikkinchi shakl. Xazina kuchi rostdan ham g'ayrioddiy. Qanotlarni bersang, seni tirik qoldiraman. Nima qilsam ham tezligim unga yetmaydi. Lekin chanqoqlikka tayanib jang qilishim mumkin. Ilohiy tanani yoqib tezlikni oshirish mumkin, lekin bu burilishni anchagina qiyinlashtiradi. Fijin qiroli o'ljasi ko'z oldida qochib ketishiga yo'l qo'ymaydi, albatta hujum qiladi. Qanday kuchli tortish kuchi. Iblis tog'idagi o'lim jangidan ancha kuchli. Bu muhrlovchi xazina. Fijin qirolini kuchi koinot buyuklarini muhrlashga teng. Meni jarohatlamasdan to'g'ridan-to'g'ri muhrlamoqchimisan? Bu shunchaki xob xayol. Qanday ajoyib xazina. Daryo qilich qiroli, seni o'ldirish niyatim yo'q edi, lekin endi mendan o'pkalama. Fijin qiroli daryo qilish qirolini o'ldirishga qaror qildi. Fijin qirolining ikkita tug'ma maxfiy texnikasi bor. Birinchisi qidiruv uchun, ikkinchisi hujum uchun. Uning hujum ruhini butunlay yo'q qilib yuborish mumkin. Dahshatli texnika. Agar hal qiluvchi vaziyatda Munora Marvarada bo'lmaganida, bu hujumdan omon qoldimi? Imkonsiz. Meni bu hujumim koinot ustasini kuchiga teng-ku. Ammo Munora Marvarada ham ikkinchi hujumga dosh bera olmaydi. Esingni yedingmi? 9 zulmat dengizi xavf-xatarga to'la. Yana girdoblayam bo'ladi. Hozir bularni o'ylab o'tirishga vaqtim yo'q. Qanday qilib? Yo'q. Shoshma. Nahotki unda ruh himoyalovchi xazina bo'lsa? Daryo qilich qiroli, qochib keta olmaysan. Yaxshi emas, uning hujumlarida texnika yetishmasligi mumkin, ammo u yo'qayotgan ilohiy energiya tegib ketsa tamom bo'lishi aniq. Xavf oltin qanotlari allaqachon o'z chegarasida. Ilohiy kuchiklari, qafas hosil qiling. Ehtiyot bo'l. U hozir 10 baravar kuchaydi. O'zga vakillari bu yerga kirishga qanday jur'at qildingiz? Bo'lishni istaysanmi? Nima? 9 zulmat girdobida tirik mavjudot bormi? Yo'ldan qoch. Aytishlaricha bu girdod 9 zulmat dengizining o'zagiga olib boradi. Haftadan u yerda dahshatli kuchga ega bo'lgan jangchilar yashasa kerak. Hatto tasodifan chiqib qolganlar ham meni kuchli ekanligi aniq.
Kuchlarimiz teng. Endi uni tezda mag'lub etib bo'lmaydi. Yaxshiyam u menga hech narsa qila olmaydi. Bunga e'tibor berma. Xazinani olishga bor. Baribir qochib keta olmaydi. La'nati, menda boshqa tanlov yo'q. Yo'q, xazina. Axir bu ikkita xazina. Bo'lmas ruh. Sen ham tezda qutulding. Bu tortish kuchining o'zi meni yo'q qilib yuborishi mumkin. Yulduz muhri. Bu joy biroz g'alati. Fazo yuragi topilgan joyga biroz o'xshaydi. Qarshilik juda kuchli. Bu tuman maxsus kuchga ega. Fazoviy tebranishlarni muhrlayapti. Shu sababli na teleport qilib bo'ladi, na aloqiy qurollarni ko'chirib bo'ladi. Bu nima bo'ldi? Bu yerda tirik mavjudotlar bor. Boyagi Venerable bilan bir xil irqdan. 300 dan ortiq, hammasi o'lmas darajada. Aqliy kuchini tekshirish. O'zga irq, boshqalarga yetkaz. Qolganlar ortimdan ko'p bo'ladi. Avramni allaqachon yashirgandim. Nega ular hali ham mening ortimdan kelishyapti? Ular juda tez. Go'yo tomon ularga ta'sir qilmayotgandek. Ammo shunday bo'lsa ham menga yetib olisha olmaydi. O'zga irq vakili bitta bo'lsa ham, bizni dunyoda qanday bizdan tez bo'lishi mumkin? Bu yer aholisining gen tanalari g'ayrioddiy ekan. Hatto oddiy askarlari ham shunday kuchli. Bu yerda ekanligimni endi hamma biladi. Taqibchilarning soni tez orada oshishi ham mumkin. Babada, bir irqning kelib chiqishi o'zi qanday? Ular haqida ba'zida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Nahotki mishmishlar rost bo'lsa, bu yerdan hech kim ma'lumot olib chiqib keta olmaganmikan? Iblis kloni muhrim bilan ular bilan bemalol kirib chiqa olasan. Boshi klonim tez orada yetib keladi. So'nggi qadamni xato qilib bo'lmaydi. Yana biroz kutishim kerak. Men avval Xavf shahri lordidan so'rayman, biror bir ma'lumot bormikan? Va nihoyat yetib keldik. Ko'ramiz bu safar nima bo'lar ekan.
hujum qil. La'nati o'zgar! Menga yana hujum qilyapti. O'lib ket! Yaxshi emas, tezroq qochish kerak. Kelyapti. Va nihoyat uddaladik. Yana menga hujum qilyapsanmi? Nega har doim menga hujum qilasan? Yaxshi o'tdi. Endi biroz kutsak bo'lgani. Nimadir noto'g'ri. O'tgan bir necha kun ichida ular meni tinmay ta'qib qilishdi. Tobora sonlari ko'payib, hatto umidda o'lmas meni o'rab olish uchun birlashdi. Ammo hozir ularning hammasi to'satdan g'oyib bo'lishdi. Bu yaxshilik alomati emas. Shahzodam, 3 million askardan iborat qurshuv halqasi yopildi. 9 generallar ham tayyor. Amringizga muntazirmiz. Qiziq, o'zga irq vakili bunchalik qochib yura oladi deb o'ylamagandim. Uni o'z qo'llarim bilan o'ldirishim kerak.想要我收手？抱歉，我做不到。正片太短不够看，扫描这个2维码可以领取更多官方情报、独家爆料，还有超多精美壁纸、惊喜福利等你解锁。赶快扫码，我在原始星等你挑战。城市被笼罩在一片灰色，只有水液昭示生命还炙热。弱肉强食都遵循这个规则，看谁比谁有资格让宝宝被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念。要我的心永远都不陨落，在这硝烟，在这废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，让宇宙听见怒吼，咆哮着，挣扎着。冲破苍穹，宇宙都听我怒吼，咆哮着，挣扎着，热血把夜空染红，吞噬了整片星空，燃烧吧，燃烧吧。人数还在不断增加，他们越来越近了。发现外族！发现外族！好强的杀意！
心存侥幸，明知道是禁忌还敢触犯，人类，我看你是一心求死。世界树的生命层次接近我体内世界孕育的极限。所有生命物质已经解析，开始真正孕育。